Bugungi kunda bizningki duoga bo'lgan tunishimizningki to'g'ri bo'lmaganligi tufayli iymuniy jihatda ozroq tahdidlarga uchrayapmiz. Hatto ba'zi bir bo'lmag'ir so'zlarni qilyapmiz. Doim duo qilib o'ltiramiz. Duoning qildan nima ish keladi deganga o'xshagan. Biz inson bilan sifatimiz bilan hammamizningki kuchimiz yetmaydigan ishlar bor. Toqatimizningki chekining ustida ishlar bor. Mush vaqtda biz qanday qilamiz? Duo qilamiz. Aramizda o'tirgan nurg'ulg'an yoshlar, nurg'ulg'an ishlar duo qiladigan shunday qo'y. Nima duo qilib baqtinglar? Umar. Xudoyimdan nima tilab baqtinglar? Ey Alloh imtihon solib tushim kirgizgin deb tildaman. Kirgizma cho'ngiga. Biz Allohdan har xil shaklda duo tilab baqinglar. Ba'zi ijobat ulag'lar, ba'zi ijobat bo'lmag'lar. Sizning ijobat olmadi. Ey Alloh musobaqada bir yangi deb tildim shundami? Ammo ijobat olmadi. Bu shundaq duolarimiz ijobat bo'lmagan vaqtida shayton bizning iymonimizni vasvasa qila oladi. Agar Alloh menga duo qilinglar, men ijobat qilaman degan tursa, Alloh har narsani anglab ko'rib turgan tursa, nima uchun Allohdan so'rsak doim ijobat bo'lmaydigandi? Shundaqla bugun kunimizda paysa o'pti shaklda yig'ilib duolarni qilyapmiz. Nima uchun duo ijobat bo'lmaydi? Bo'libmi yoshlar dadam to'xtamay duo qiladi. Duosi hech ijobat olmaydi deb Allohga bo'lgan iymonda, Allohga bo'lgan ishonchda shubhaga tushib qoladigan ish bo'ladi. Duoninki iymon bilan zich munosabat bo'lganligi uchun biz bugungi darsda duo haqida to'xtalaylik dedik. Oldin biz duoninki mohiyatini tushunishimiz kerak. Duo degan nima? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom duoning nima ekanligini tushuntirib, aniq holda ad-duo val ibada deydi. Duo ibodat deydi. Namaz qanday ibodat bo'lsa, duo shunday ibodat. Ro'za qanday ibodat bo'lsa, duo shunga o'xshash ibodat. Biz namozni qanday vaqtda o'qiymiz? Azon chiqqanda. Ro'zani qanday vaqtda tutamiz? Ramazon oyi kirganda. Duo dal beshimizga qiyinchilik kelgan vaqtida, bizning toqatimizning yuqori bir ishlarga duch kelgan vaqtida qiladigan ibodat. Xuddi azon chiqqanda namoz o'qiganga o'xshash. Ammo biz kalimiz duoni qanday tushunaylik? Alloh bilan ilib beradigan bir xil ilm berim munosabati shaklida tushunaylik. Allohdan so'rayman, Alloh menga bir narsa beradi. Qur'on yoki hadisning hech qanday yerida Alloh taolaninki menga duo qilinglar, men tilagan narsalarning hammani beraman degan oyat yoki duo yo'q. Duo bir ibodat, uning vaqti qiyinchilik. Qiyinchilik keldimi? Ha, duoning vaqti keldi. Xuddi azon to'landimi? Namozning vaqti kelganga o'xshash. To'g'ri, uning qarshiligi bor. Tilagan narsamizniki bizga beradigan qarshiligi bor. Namozning qarshiligi bor. Namoz, ro'zani biz nima uchun o'qiymiz? Namoz o'qisak, ro'za tutsak jannatga kiramiz. Jannatda har xil ism nozillarga erishamiz, mukofotlarga erishamiz. Ammo biz namoz o'qigan vaqtimizda, ey Alloh, namoz o'qiyman, jannatda falon narsani ber deb o'qamdiq. Unda o'qimaymiz. Uni bir Allohga xolis ibodat shaklida qilamiz. Asli duomiz shunga o'xshash, xolis o'zimizning ojizligini ifodalaydigan, Allohning qudratiga tayanadigan bir ibodat. Biz yomg'ir talab qilib duo qilamiz shundaqo. Yomg'ir duosi bor. Yomg'ir duosi yomg'ir yog'dirish uchun emas. Yomg'ir yog'madimi? Ha, yomg'ir duosining vaqti keldi. Yomg'irning yig'ish yog'masligi Allohning hikmatiga to'g'ri kelsa yog'adi, hikmatiga to'g'ri kelmasa, taqdirda bo'lmasa yog'maydi. Ammo bizning qildigan ishimiz nima? Yomg'ir yog'maganda Allohga duo qilish. Biz mashina chiqqan vaqtida deymiz: Subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin deb bu duoni o'qiymiz. Mashina deganda, moto degan vaqtda. Bu duoni o'qganligimiz qatnash voqeasini bizni saqlash uchunmi? Agar bu duoni o'qib qatnash voqeasi kuchab qolsanglar, buni qanday tushunasizlar? Bu duoning vaqti ana shunda qatnashga mingan vaqtda, moto degan vaqtda. Demak, duo bir ibodat. Uning vaqti qiyinchilik uchragan vaqtida, taqatimizni yuqori ishlarga uchragan vaqtida qanchalik qilamiz? Haki qiyinchilik ko'tarilgich qilamiz. Uning vaqti shunda. Ammo u qiyinchilikning ko'tarilishi bizning tilgan narsamizning berilish yoki berilmasligi u Allohning yozgan taqdiri, Allohning hikmati ilohiga uyg'un bo'lish yoki bo'lmasligiga munosabatli. Tushundingmi mana? Duo nima ekan? Ibodat. Duo biz bilan Alloh o'rtasida ilib beriladigan ilm bir munosabat emas, bizni Allohga yaqinlashtiradigan, Allohning e'tiboriga bizni oldiradigan bir ibodat. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda nima dedi? Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula duaukum. Ayting, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Robbim sizlarga parvo qilmaydi dedi. Dal Allohningki parvosiga erishish uchun qilinadigan bir ibodat. Ma'ni to'g'ri tushunishimiz kerak. Demak, duoning mohiyati bir ibodat. Ikkinchidan, Alloh taolo Qur'on Karimda ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. Ijobat qilaman degan nima degan gap? Deganingni beraman degan gapmi? Yo'q. Ijobat qilaman degan gap men javob qaytiraman degan gap. Arabcha lug'atni izlab baqsanglarmi? Istajaba degan javob qaytirish degan bo'ladi. Buni badiiy zaman mandaq bir misol keltiradi. Bir kasal doktorga, "Ey doktor, mening manda doriga ehtiyojim bor" desa, doktor uning gapini anglaydi. Dorining ismini ko'rgandan keyin agar uning kasaliga dori munosib bo'lsa, beradi. Agar uning kasaliga u dori munosib bo'lmasa, uningga boshqa bir dori beradi, deginni bermaydi. Agar uning kasaliga degan dorisi mos kelmasa, shundaqla uning kasali ma'lum muddat dori yemisimi bo'ladigan kasal bo'lib qolsa, dori bermaydi. Uchala xil holatda doktor bu bolaning gapiga javob berdimi, bermadimi? Uchalasi berdi. Duo dal shunga o'xshaydi. Biz Allohdan bir narsa so'raymiz. Bo'lgan narsamiz bizning taqdirda ilohiy hikmatga uyg'un bo'lsa,
bizga foydali bo'lsa, dunyo va oxiratimiz uchun beradi. Buni ijobat qilgani, ya'ni Allohning bizga javob qaytargani. Agar bizga dunyo va oxiratimizga yaxshi bo'lmasa, bermaydi. Agar shu vaqtda emas, keyin berish yaxshi bo'lsa, Alloh shu vaqtda ijobat qilmay, keyin beradi. Demak, bu xil ahvolning hammasida Alloh bizningki duoyimizga javob qaytargan bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ladi. Masalan, balam, men seni yaxshi ko'raman. Men nim desang, sening gapingni anglayman, dedi bir dada. Balasi qo'pab, dada, shokolad yeb bering dedi. Dadasi, balam, ishingizni qo'tiyib ketibdi, shokolad yeyman, pechenyang deb pechenni etmadi. Balasining gapini angladimi? Angladi. Dada, $100 bering dedi, 6 yoshlik bola. Dada, balam, siz $100 xajlab pul olmaysiz. Yo'g'unan, andin kim berey deb, uni bermay, cho'ng'og'anda berdi. Buni gapini anglaganlikmi, anglamaganlikmi? Anglaganlik. Qaramaqqqa bir xil dilan berdi, qog'ini qanaqamidi? Bermedi. Bermaganlikmi qanaqalanligi? Anglaganlik. Şuna duanın icabet bo'lishi degan ma gapni to'g'ri tushunadi. Bo'lmasa Allohdan tiladik, masjidga yig'ilib duo qildik. Bu dadam to'xtamay duo qiladi, lekin hech ahvolimiz o'ngshanmaydi deb o'ylab qolamiz. Tilagan narsaga biz loyiqmi? Tilagan narsada biz qildigan ishlarni qildikmi? Tilagan narsa shu vaqtda bizga berilsa, bizga foydaliqmi yoki ziyonliqmi? Buni o'ylashimiz kerak. Xulosa qilib aytgan vaqtimizda duoning ijobet bo'lishi 6 turlik bo'ladi. Birinchisi, bir narsa tilaymiz, shu vaqtda beriladi. Agar bizning dunyo va oxiratimiz uchun yaxshilik bo'lsa, Allohning hikmatiga uyg'un bizning taqdirimizda bo'lsa, bu Allohning qanaqaligi ijobat qilganligi. Ikkinchisi, shu vaqtda bermaydi, ammo kechiktirib texim yaxshisini beradi. Xuddi kimga o'xshash? Yaqub alayhisalomga o'xshash. Yusuf alayhisalom quduqqa tushib ketdi. Yaqub alayhisalom Allohga duo qildi, balamni qaytarib bergandi. Yig'ildi, hatto ko'zi ko'mas bo'lib ketdi. Agar Alloh Yaqub alayhisalomning duosini shu vaqtda ijobat qilib, Yusuf alayhisalomni qaytarib bergan bo'lsa, quduqdan chiqarib, u Yusuf shaklida qaytdi. Ammo Alloh taolo kechiktirdi, toki Misrning vaziri bo'ldi, andin keyin duosini ijobat qilib qaytarib berdi. Bu Allohning duosini ijobat qilganlikmi, qilmaganlikmi? Qilganlik. Demak, ba'zida biz Allohdan tuxum tilaymiz, lekin Alloh bizga, bandam, tuxumni yeysa tugaydi. Sana tuxum beray deb bizga tuxum beradi. Biz o tuxumdan nurg'un tuxumlarni tug'diraymiz. Lekin aqlsiz banda, aqlsiz inson Alloh menga tilaganimni bermadi deb o'ylaymiz. Shunga ishonishimiz kerakki, biz Allohdan bir narsa so'rsak, Alloh bizga tilaganimizni bermay, boshqa bir narsa bergan bo'lsa, uningdan bir manfaat bo'lsa, men uchun mush yaxshi o'xshaydi. Men bir narsani tanlabdim, lekin menga Alloh tanlab beribdi. Buningda bir cho'qim yaxshilik bor deb uningga taslim bo'lishimiz kerak. Tamammi? Duanın icatı ikkinchi shakli qanday ekan? Vaqti bermaydi, kechiktirib, yaxshisini beradi. Xuddi futbol o'ynab bitsin ketgan bola, top o'ynayman desa, yo'q deb dadasi qanaqa qilmadi? Unimidi? U unimag'anligi, uni yaxshi ko'rmaganligi yoki uni butunlay top o'ynashni cheklaganligimi? Yo'q, hozir o'ynaman, saqib, keyin o'ynang deb uningga yaxshi bo'lishi uchun. Shuning uchun ba'zi bir ijobat bo'lmagan duolarimizga oldirmasligimiz lozim. Balkim Alloh kechiktirib, texmi yaxshisini berishi mumkin. Hatto agar g'ayb perdasi ochilsa, ba'zi qilgan duolarimizning ijobat bo'lmaganligi uchun Allohga sajda qilishimiz mumkin. Şu duayım henim bozqanda qilmabdi ekan, ijobat bo'lmabdi ekan. Shunga boshqa bir ishlar sababli texim yaxshi erishibdimi deb uningga shukr sajda qilishimiz mumkin. Shunga bizning vazifamiz to'xtamay Allohga duo qilish, Allohga yalvurish. Ammo Alloh bizga qani bersa, uningga rozi bo'lish. Uchinchisi, shu vaqtda beradi, lekin biz tilgan narsani emas, boshqasini beradi. Biz tuxum tilaymiz, lekin Alloh bizga qo'qo beradi. Biz biliq tilaymiz, Alloh bizga qamoq beradi. Bandam, men bir biliq bergandan ma'ni qulog'ini tutib qo'ysam, necha biliq tuta olaysan? Bu biz uchun qanday yaxshi. To'rtinchisi, dinimizni bermaydi. U narsa bizga ziyonliq bo'lganligi uchun. Duoyimiz bo'sh bekor ketamdi o? Yo'q. O duoning o'zi bir ibodat bo'lganligi uchun hech narsa berilmagan bo'lsa-mu, o duo bir ibodat hukmida bo'lib, qiyomat kuni uning savobini olamiz. O duo qiyomat kuni taroziga tushadi. Ya'ni duo bekor ketdimi? Beshinchisi, bir narsa so'raymiz, u narsani bizga bermaydi. Demişqa, biz uningga loyiq bo'lmaganligimiz uchun. Masalan, biz Allohdan, ey Alloh, bizga g'albun nusrat bersizlar. Ey Alloh, vatanimizni qo'limizga bersizlar deymiz. Alloh taolo balkim bizga buni bermaydi, uningga biz loyiq emas. Bir davlat emas, kichkina bir shaharning kichkina bir rayonida turib, netchiga bo'linib, birimizni tillab, birimizni yeb, birimiz chaqirgan yerga birimiz bormay, mushundaq tapriqqa chiqib tushib ketgan holatda qo'limizga davlat tushsa, qo'limizga askar tushsa, miltiq tushsa, qanday olib ketamiz? Demak, bizga ziyonliq bo'lganligi uchun ba'zi narsani biz so'raymiz, Alloh uni qanday qilmaydi? Bermaydi. Xuddi biz dorixonaga kirib, "Falon dorini bering" desak, doktor nima uchun ishlatasiz desa, "Falon uchun" desa, bu sizning kasalingizni texmi yomonlashtirib o'tadi. Shu uni qanday qilolmaydi? Belgilolmaydi deb bermaganga o'xshash. Lekin buni qanday qilganligi Allohning ijobat qilganligi, javob berganligi. 6-inchisi, biz Allohdan bir narsa so'raymiz, Allohdan bir narsa tilaymiz, Alloh uni bermaydi. Sabab bizning duoyimizning Allohga yetishini to'sib
qo'yadigan omil bizda bo'lganlik uchun. Ba'zi bir ishlar bor, Allohning hikmatiga uyg'un, hatto Alloh uni shu vaqtda berishi mumkin, lekin biz duo qilgan vaqtida yoki shu duo jarayonida shu duoning Allohga o'rilishini to'sib qo'yadigan omil bor. Biz bu tusoqlarni bilmay turib, qanchalik duo qilaylik, ya'ni bekor. Bizning duoyimizning Allohga yetishini to'sib qo'yadigan narsa nima? Birinchisi duoda samimiyatning bo'lmasligi. Ya'ni haqiqiy ixlos bilan emas, duo qillar. Boshqa ish bo'lmagandan keyin qilg'ili deb ma shaklda va yoki yasalni shaklda duo qilib qolsa, duo javob olmaydi. Duoda ixlos, samimiyat shart. Xuddi namozning sharti tahorat bo'lgandek, duoning sharti samimiyat. Ya'ni shu tilagan narsamizda Allohga ishonch bilan qanday qilish? Shundaqla duo qilgan vaqtimizda Allohni ko'rib turgandek, Alloh mening duoyimni anglab turdi. Chuqum Alloh angladi duoyimni. Menga chuqum yaxshini berdi degan bu shaklda tilashmi ixlosninki bir shakli. Ikkinchisi gumon bilan duo qilish bizning duoyimizning Allohga yetib berishini to'sib qo'ydi. To'xtamay duo qilyapmiz, ijobat bo'ladimi, bo'lmasmi? Qipaqila deb ma'qul shaklda duo qilsak, bu duo ijobat bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sizlarning biringlar duo qilgan vaqtida ishonch bilan so'rasin, ya'ni jazmiyat bilan so'rasin. Alloh buni chuqum ijobat qiladi degan ma'qul ishonch bilan Allohdan so'rash. Uchinchisi yemak ichmakning, hatto kiyim-kechakning halol bo'lmasligi. Ko'pinchimiz yemak ichmakimiz halol bo'lmasa duoyimiz ijobat bo'lmaydiganligini bilamiz. Ammo kiyim-kechakimizning halol bo'lmasa duoyimizning ijobat bo'lishini to'sib qo'yadiganligini ko'pinchimiz bilmaymiz. Chunki harom narsa yesak, u ishimiz kiradi, ma'nitimiz kirishadi, duo qilsak o'lmaydi. Ammo kiyim-kechak degan yusoq pokizindi deganga o'xshagan ma'qul o'ylab qilishimiz mumkin. O'xshash. Yemak ichmak harom bo'lsa duoyimizni cheklab qo'ygan o'xshash. Kiyim-kechakimiz, olgan uylarimiz, biz foydalangan bizning degan narsalarimiz o'zimizning emas, boshqalarning haqqi, boshqalarning quvvati, o'g'irlab yoki ko'may qolgan erili bir narsa kiyib olgan bo'lsa, xuddi harom narsa yeganga o'xshash. Bu bizning duoyimizni qanday qilib qo'ydi? Ijobat bo'lishini to'sib qo'ydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir odam safar ustida turib, qo'lini osmonga mushunda ko'tarib turib, ya'ni duo ijobat bo'lishining sabablarining hammani qildi. Mushunda duo qildi, lekin u odamning duosi anna yustajabu zalik. Qanday ijobat bo'lsin deydi. Nima uchun qanday ijobat bo'lsin? Va mat'amuhu haram. Uning yemiki haram deydi. Va mashrabuhu haram. Uning ichgan narsalari haram. Va malbasuhu haram. Uning kiygan narsalari haram. Va g'uzziya bil haram. Barliq ta'minlangan narsalar haram. Bunda bo'lsa qanday uning duosi ijobat bo'lsin deydi. Shunga yegan narsalarimizni haqiqiy shaklda halol bo'lishiga, ma'naviy jihatdan halol bo'lishiga diqqat qilishimiz kerak. Haqiqiy jihatdan halol bo'lishi deganimiz, chuqum islomda halol qilgan narsalarni yeyishimiz, subhiylik narsalarni yiroq turishimiz kerak. Shundaqla yemak-ichmak tijorat bilan shug'ullanayotgan har bir kishi bunga diqqat qilish kerak. Chunki musulmon degan harom yemaydi, harom yegizmaydi. Subhiylik narsalarni yemaydi, subhiylik narsalarni yegizmaydi. Bugungi kunimizda bu ofatga o'xshash ko'p sonliq yemak-ichmak shug'ullanayotganlar, shundaqla oshxonalar shug'ullanayotganlar, bu subhiylik, hatto vatandan chiqib turib, shu Xitoyning narsasini silayotganligi ochiq bir haqiqat. Buningda mush yemak-ichmak kishilar shug'ullanayotganlar Allohdan qo'rqish kerak. Uzaymaslik bilan birga boshqalarni yegizmaslik kerak. Bu bizning duoyimizning ijobat qilishini to'sib qo'ydi. Qancha yig'lab duo qilib ketaylik, maslaga yig'ilib duo qilib ketaylik, bu bekor. Shundaqla va malbasuhu haram. Kiyim-kechakmi halol bo'lishi kerak. Masalan, butun harom ishlarni hammani qilib, haromdan pul tepib, boshqalarning pulini qo'yib, kelgan narsalarimiz harom, haydigan mashinalarimiz harom, o'ltirgan uylarimiz harom. Mushunda turib, harom bolalarning birini yig'ib bir uyda Qur'on tilovat qildirib, ularni qanchalik duo qildirib ketaylik, u faqat o'zimizni aldig'anlik. Allohning ashunda aldig'anlarmi? Maynat suv bilan, maynatni yug'ilganda pokizlanmaydi. Chuqum pokiz suvlash kerak. U haromdan pul tepib bo'lib, ya bir ahlimlarga pul berib duo qildirlik, yoki harom ahlimlarni yig'ib duo qildirlik, u duo ijobat bo'lmaydi. To'rtinchisi, duo qilib bo'lib oldirab qilish. Allohga duo qildik, ajab duoyimiz ijobat qilmadi. Bu bizning duoyimizni ijobat qilishini to'sib qo'ydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Sizlarning biringlarning qilgan duosi ijobat qilinadi, oldirab qolmasizlar deydi. Oldirab qilishga qanday bo'ldi? Ajab duo qildi. Alloh nimanda bizning duoyimizni ijobat qilmaydiganda, bu xil oldirab qilishmi? Bu Allohning oldiga o'tib verish, Allohga oldi peshlik qilish. Rasululloh hadisda buning oxirisini shayhilab, da'awtu falam yustajabli. Allohga duo qildim, duom ijobat qilmadi deydi. Amaliyotda bo'lsa, Alloh qilgan duo hargiz bekor ketmaydi. Shuning uchun duo qilib, keyin oldirab qolmaslik kerak. 5-inchisi, bixut holatda duo qilish duoning ijobat bo'lishini to'sib qo'ydi. Ya'ni bixut holatda deganimiz, Allohga duo qilyapmiz, ammo qalbimiz bilakiyada. Allohdan bir narsalarni so'rayapmiz, ammo qalbimiz boshqa narsalarni so'rayapti. Bunday holatda duo qilish duoning ijobat bo'lishini to'sib qo'ydi. Biz Allohdan bir narsa so'raydi ekanmiz, qalbimiz shunga hozir bo'lgan holda to'g'ri shaklda so'rashimiz kerak. 6-inchisi, gunoh, ma'siyat aralashgan duo ijobat olmaydi. Masalan, ey Alloh, menga pul ver. Yalimiz pullarni nima qilmoqchi? Boshqalarga ko'z qilmoqchi. Boshqalarning ko'zidan o't chiqarmoqchi yoki harom ishdan birini qilmoqchi. Alloh cheklagan ishdan birini qilmoqchi. Bunday shaklda qilingan duo ijobat olmaydi. Payg'ambar alayhisalom hadisda yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin. Sizlarning biringlarning qilgan duosi ijobat qilinadi. U duoga gunoh aralashib qolmasa va sil rahmini uzish aralashib qolmasa. Ya'ni u duoyimizda erishgan narsadan boshqalarga zulm qilish. Ya'ni ey Alloh, meni bir mansabga erishtirgin deymiz, lekin shu mansabga erishsam, haloni ko'gilligini ko'rsatmasam. Ey Alloh, pul bergin, shu pulga erishsam, haloni yig'ib o'ynamasam, haloning ko'zidan o't chiqarmasam, paloni menga yo'g'onchilik qildi deb o'zaro sil
rahmini, qondoshlik munosabatini uzadigan mushundaq narsa aralashib qolsa, u duo ijobat bo'lmaydi. 7-si, eng muhimi, biz sal qaratqini, duo qilamiz, Allohdan bir narsalarni so'raymiz, lekin imkoniyatimizda bor ishlarni qilmay turib, u biz tilagan narsalar uchun bizning bosadigan ba'zi bir qadamlarimiz bor. Lekin biz o qadamlarni bosmay turib, Allohning o ishlarni kelib o'g'zimizga tashlab berishini, uxlab o'ygansa paydo bo'lib qilishini, ma'qul shaklda duo qilish duoning ijobat bo'lishini to'sib qo'yadi. Masalan, balla imtihon yiqilsa xiyoli, topshiriqni ishlamaydi, o'rganish qilmaydi, lekin ayti imtihon degan kunisi Allohga to'zi yoldirib duo qo'ydi. To'g'ri izlaydi, imtihon o'tkazadigan duoda. Uni topadi, to'xtamay duo qiladi. U duo ijobat bo'lmaydi. Chunki duoninki ijobat bo'lishining sababi biz qiladigan ishlarni qanaqa qilish. Oldidan darsni o'rganisa, vaqtini zoya qilmaysa, ondan keyin ey Alloh, men o'rgandim, men tirishdim, endi men ishimni qulaylaştir. İmtihonda meni yuqori numar bilan o'tkili nisb qil deb ma'qul shaklda tilsak, undan keyin ijobat bo'ladi. Shundaqla biz Allohdan nusrat tilaymiz, g'alaba tilaymiz. Ammo shu nusrat uchun bizning qiladigan ba'zi bir ishlarimiz bor. Allohning bizni talab qilgan ishlari bor. Masalan, hozir ahvolimizning o'zgarishini hammiz xohlaymiz, shundaqmi? Ammo ahvolimizning o'zgarishi uchun Alloh taolo nimani shart qildi? O'zimizni o'zgartirishni shart qildi. Alloh taolo Qur'on Karimda innalloha la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir millatni, bir xalqni ular o'zidagi narsani o'zgartmaguchilik, ya'ni o'zida bor, ruhiyatida bor, bu illatlarni o'zgartmaguchilik ularning ahvolini o'zgartib qo'ymaydi. Demak, biz o'zimiz o'zgarmay turib, bu ahvolimizni o'zgartirmaymiz. O'zimizning qalbidagi bu qo'rqinchoqlik, bu jasoratsizlik, bu hasadni, birisi-birimizni yomon ko'rash, birisi-birimizga bo'lgan o'chmanlik, buni yo'qotmay turib o'zgartib qo'ymaydi. Ya'ni bu bizning duoyimizning ijobat bo'lishini to'sib qo'yadigan ishlardan birisi. Masalan, biz Allohdan g'alaba tiladik, nusrat tiladik, ijobat bo'lmadi. Ammo biz shu g'alaba uchun qanchalik tayyor bo'ldik? Iymoniy jihatda qanchalik tayyor bo'ldik? Iymoniy jihatda o'zimizni qanchalik tayyorladik? 5 vaqt namozni vaqtida, joyida o'qib, ertaganda turib, kirkat tahajjudga bir odatlanib baqdiqmi? Alloh ma'ishni cheklagan desa nafsimizni yenib baqdiqmi? Yoshligimiz ba'zi gunohlarni tatib tursa, Alloh cheklabdi deb o'zimizni kontrol qila oldikmi? Yoshlarning xayoli butunlay futbolda, xayoli butunlay o'yin tomosada, bunda turib Salohiddin Ayyubiy bo'lishni, Muhammad Fatih bo'lishni o'ylasak mumkin emas. Oldi bilan biz o'zimizda shunda bir ruh yetildirsak, o'zimizni iymoniy jihat taraqqiy qildirsak, jismoniy jihat taraqqiy qildirsak, iddiya jihat taraqqiy qildirsak, o'zimiz o'zgarsak, ondan keyin Alloh taolo bizning ahvolimizni o'zgartiradi. Duoyimizni ijobat qiladi. Allohning yordami shu chaqda keladi. Biz qo'limizdan keladigan sabablarni qilmay, qanchalik duo qilib ketdi Alloh taolaga, u duo ijobat bo'lmaydi ballar. Masalan, Musa alayhissalom iymon haqiqatni olib kelgan vaqtida nihoyat oz kishilar agashdi. Fir'avn uningga qarshi chiqdi, uni o'ltirma dedi. Musa alayhissalom o'ziga ishongan kishilarni agashtirib, o shahardan qochdi. Musa alayhissalom dengizning tuyiga keldi. Keyin Fir'avn va qo'shini qo'g'lab keldi. Oldida dengiz, keyinda qo'shin. Hech qanday chiqish yo'li yo'q. Hozir bizning ahvolimiz qarmoqqa hech qanday bir chiqish yo'li yo'q. Shundaqmi? Chunki dushman nihoyat kuchli, biz qanday ojiz. Musa alayhissalomning ahvolimi ana shunda butunlay oldi qorong'u. Oldida dengiz kirsa ham o'ladi. Shundaqmi? Ammo keyinda askar. Ya'ni mushunda vaqtda Alloh taolo nima dedi Musa alayhissalomga? Hasan bilan dengizga urdi. Yana qitqashini qildi. Bo'lmasa Alloh taolo asli dengizga urmayman. Ikkiga yerib pishga qodirmi, qodir emasmi? Demak, otoqcha hech qanday chiqish yo'li kuranmisimi? Ulardan nima kelsa, fikrlab tursa, harakat qilsa deganni bildir. Bir hasi urilganga dengiz yerilmaydi-ku. Ammo Alloh yana bizni nimani kutyapti? Bizdan qila oladigan bir harakatni qildi. Sabab qil, ondan keyin men yordamni beraman. Undan boshqa Ayyub alayhissalom nihoyat uzun kasal tortdi. Eng oxirida Alloh taolo shifolik bermoqchi bo'ldi. Ayyub alayhissalomga yana sabab qilish, yana harakat qilishni talab qildi. Nima dedi? Urkud birijlik tutangona yerga dessa, bu yerdan bir suv chiqadi. U suvla yuyunsang, ondan keyin kasalning shifo topadi dedi. Alloh taolo u kasal odamni yerga dessagila solmay. Sizga shifolik berishga qodirmi, qodir emasmi? Qodir. Nima uchun? Harakat qil. Mag'durun qolmagan bo'lsa-mu, sabab qil. G'alaba, nusrat, zolim kuchuk bo'lsin, uni yo'qotish Allohning ishi o. Sen o'zingning qo'ldan kelganini qil. deganni bildirish uchun shuningga buyurgan va buni Qur'on Karimda bizning dars elishimiz, ibrat elishimiz uchun bizga bayon qilgan. Şuna bugün kunda biz eng sal qilayotgan bir masala bu. Qo'limizdan kelgan ishni qilmay, duoga yuzlanish. Bizda yo'q. Duo qiyinchilik kelgan vaqtida qilinadigan bir ibodat, xuddi azan chiqqan vaqtida namoz o'qiganga o'xshash. Ammo bizningki u tilagan narsamizning ijobat bo'lishi uchun biz qo'limizdan kelgan ishni qanday qilishimiz kerak? Qilishimiz kerak. Mana bu bizningki duoyimizni to'sib qo'yadigan 7 ish. Shuna bu xil ishni saqlangan vaqtimizda bizning duoyimiz chuqum ijobat bo'ladi. Hargizmi bekor ketmaydi. Biz yuqori degan shaklda ijobat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zining deganiga amal qiladigan va quldan qiladigan sabablarni qiladigan, o'zining millati uchun g'am yeydigan, u millati uchun tirishadigan, bir ishlarni qilg'isi keladigan bu xil shaklda bizga bir iymon ato qilsin. Biz vatanda u bo'ldi, vatanda bu bo'ldi, vatan uchun bir ish qilsak bo'ladi deb agar butun diqqatimizni boshqa yerga bersak, masalan, bo'libmi yoshlar, xayolimiz u vatandagi qarindoshlarda yo'q, faqat shu jamiyatda iqvatgan, jamiyatda modulayotgan ishlarning keyini qo'llab-mansa, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar bizning ahvolimizda. Biz shunga tayyorlanaylik. Shu vatan uchun bir ish qilsak bo'ladi degan ruh keldi. O'zimizni shunga tayyorlaylik. Inshaalloh uningdan
keyingi ish bizning qudratimiz yetmagan ish, Allohning ishi. Shuning uchun biz Uyg'ur yoshlari boshqa yoshlarga hargiz o'xshamaymiz. Biz butun xalqi, tuqqanlari, otalari, onalari vatanda qolgan, shundaqla nihoyat dahshatli zulm ostida qolgan bir millat biz. Bunda millat davlat va millatga o'xshash bunda yassi bo'lmaydi. Bu davlat va millatga o'xshash ular nimaga qiziqsa, ularning ichida nima mavzu bo'lsa, uning ergishmoq olmaydi. Qallasida bir ideya ulash kerak. Bo'lmasa bu kun bizning beshimizga chuqum kiradi. Misol bo'lgan har birimizning beshiga kiradi. Hozir bevosita bizga kelmagachga xayol yuryapmiz. Bugun ikki qarindishimizdan besh kelgan bo'lsa, ana shu kun ya bugun bizning beshimizga kiradi. Hozir har birimiz meni chaqmagan yere ming yil yashasin deganga o'xshagan. Toki bizning beshimiz kelmagachik bexud holatda yashayapmiz. Yoshlar birga kelishimiz lozim. Bu nima ish qilamiz? O'zimizni qojiat tarbiyalaymiz. Mojihatda o'ynash lozim. Hech bo'lmasa o'zaro bir og'il yig'ilgan vaqtida buni bir paranglish lozim. Mushumi qo'limizdan keladigan ishlarning bir turi. Alloh taolo hammamizni ana shu duosi ijobat bo'lgan ishlarning qatoridan qilsin. Tilagan duolarimizga loyiq qilsin va o'zimiz qila oladigan ishlarni qiladigan haqiqiy mu'minlarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.